Hammaga salom. Bugun sizlar bilan to'lov bo'limlari bo'yicha gaplashamiz. Misol uchun siz kirdingiz va o'sha filial tanladingiz va filial tanlaganingizda qarzdorlar sizda 0 bo'lib turgan bo'lsa va bosganingizda hech qanday qarzdorlar chiqmasa, demak, sizga qarz yozilmagan, ya'ni sizning o'quv markazingizga qarz yozilmagan. Endi bu yangi markazlar uchun olinayotgan video. Endi hozir men demak, bu yoqdagi o'quvchilar ustiga bosadigan bo'lsam, mana shu yerda o'qiyotgan o'quvchilarning ma'lumotlari va misol uchun kimga bossak bo'ladi? Aytaylik, boshroqdan tanlaymiz. Mana Behruz Solihov. Ustiga bir marta bosganimda bu onlayn kursda o'qiydi. Hozirda hisobida mavjud summa 0 so'm. Endi onlayn kursga bir marta bosadigan bo'lsak, mana bizga onlayn kurs haqida ma'lumot ko'rsatadi. Endi buni narxini ko'rayotgan bo'lsak, mana 800 ming so'm. Xo'p, endi hozir men qarz yozganimda mana shu yerda qarzdorlar chiqadi va Behruz Solihovga 800 ming so'm qarz yozib qo'yadi. Minus turadi hisobi, qachonki 800 ming to'lov qilsa, keyin hisobi plyusga o'zgaradi. Hozir men qarz yozaman. Hozirda qarz yozish statik bo'lmoqda, ya'ni o'zim yozib beraman vaqtinchalik va biz qarzlarni, boshqalarni hammasini joyiga qo'yib olganingizdan keyin bu avtomatik bo'ladi, ya'ni har oyning birinchisida o'zi avtomatik qarz yoziladi. Xo'p, agar sizda ham yozilmagan bo'lsa, menga yozsangiz, men sizga qarz qilib beraman. Endi hozir men qarz kodini terdim. Ana endi bir yangilab ko'radigan bo'lsak, bizda qarzdorlar soni mana 32 ta bo'ldi mana. Nima uchun 33 ta talaba, 32 ta qarzdor? Sababi bitta talaba ikkita gruppada ham o'qiydi. Shuni hisobiga shunday bo'lgan. Endi qarzdorlar ustiga bosadigan bo'lsak, mana bizda barcha o'sha o'quvchilar telefon nomerlari ustiga bossak ochiladi. Ularning qarzdorligi qaysi gruppalarda o'qishi. Biz misol uchun Muhammad Isoga telefon qildik. Muhammad Iso aytdi, har oyni 25-da bermoqchiman dedi. Bu yoqda izoh qo'shish bor. Bosamiz va 25-sanada beradi deb qo'shib qo'yaman. Demak, bu yoqda endi 25 sanasi bo'lib qoladi mana. Xo'p, endi Fayzullohga telefon qildik va u 800 ming so'mni bizga klik orqali amalga oshirdi. Demak, unga izoh yozmaymiz. Mana to'lov qilish bor. Tezkor to'lov qilish. Ustiga bosasiz. Mana Fayzulloh naqdmas klik orqali qancha o'sha bugungi sana qancha 800 ming. Izoh bo'lsa yozib qo'yasiz. Bo'lmasam tezkor to'lov qo'shishda bitta bossangiz, bu yoqda mana Fayzullohga to'lov qo'shiladi mana. Fayzulloh mana to'lov ma'lumotlari. Endi kreatorlarda, ya'ni o'sha SEOlarda o'zgartirish imkoniyati ham bor. Ya'ni ular to'lov miqdorini o'zgartirishi mumkin. O'zgartirish bosilganda bu yoqda o'sha qaysi gruppaga o'zgartirish mumkin yoki sanani yoki summani. Misol uchun 800 ming emas, 850 ming to'lov qildi deb o'zgartirish bosilsa yoki mana bu yerga o'sha nima uchun o'zgartirayotganini yozib qo'yib, o'zgartirish bosganda mana yangilangan bo'lib qoladi mana. Oldingi summani izoh sifatida o'zi yozib qo'yadi mana. Mana shunaqa holatda kod yozilgan. Va mana bu yoqqa ham xabar kelib turadi. O'sha xabarning ustiga bosganingizda ham mana Fayzullohni o'sha 800 ming so'm to'lovini yangiladi 850 mingga. Mana shunaqa ma'lumotlar ham sizga kelib turadi. Xo'p, endi bu umumiy tushundirilyapti. Endi faraz qiling, siz dashbordda turibsiz. Mana bu yerda kimdir to'lov qilgani keldi. Masalan, kim kelishi mumkin? Aytaylik, xo'p, Behruz degan o'quvchimiz kelsin. Mana bu yerda qo'shish bor va to'lov qo'shish tanlayman. To'lov qo'shishda mana o'quvchining ismini kiriting deb aytayapti. Siz masalan Behruz deb yozayotgan bo'lsangiz, mana ma'lumotlargacha chiqarib beradi. Tanlaysiz va bu yoqda o'sha qaysi guruh uchun to'lov qilmoqchi, ustiga bir marta bosasiz. Mana hisobi -800 ming turibdi. Mana qarz yozib beraman deganim, kurs narxi bo'yicha o'sha hisobini kamaytirib beradi. Endi men naqd bo'lsa, mana naqd o'zi avtomatik tanlangan, bugungi sana mana. Agar kechagi sana bo'lsa, kechagi sanani tanlab qo'yasiz. Miqdori qancha? Masalan, 800 mingdan 600 ming to'lov qilyapti mana. Izohga bir haftadan keyin o'sha 200 ming beradi deb yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Qo'shishda bosaman. Demak, mana Behruz Abdurasulovga 600 ming qo'shildi. E'tibor beramiz, mana 5-sana deb qo'shilyapti, lekin 6-sanada kiritgan mana. Mana shunaqa ma'lumotlar ham bu yoqda yozilib boradi.
Xo'p, endi to'lovni kategoriyasi qanday kiritiladi? Mana bu yoqda to'lovlar bor va o'sha yerda to'lovlar kategoriyasi bor. Ustiga bosilganda siz naqd klik yoki payme yoki hisob raqam yoki boshqa narsalarni ham mana shu yerdan kiritib borsangiz bo'ladi. Bu yoqda ham to'lovlar ustiga bosib, qarzdorlarga bosganingizda o'sha qarzdorlarni sizga ko'rsatib beradi. Kim qarzdan qutulgan bo'lsa, o'shalar bu yoqdan chiqmaydi. Mana Behruz deb yozayotgan bo'lsak, Behruz Solihov, mana Behruz Abdurasulovda 200 ming qarz bor. U birdaniga sizga 200 ming olib kelsa, mana bu yerga bosib tanlab o'tirmaysizda, tezkor to'lov qo'shish bilan mana shu yerga 200 ming olib keldimi, klik tanlab, to'lov qo'shishni bosib qo'yasiz, bo'ldi. Mana bosdim va unga to'lov qo'shildi. Hozir men demak Behruzga bosadigan bo'lsam, to'lovlarda ko'rinyapti. Keling, qarzdorlarga o'tamiz. Mana qarzdorlar soni kamayapti. Mana bu yoqqa men Behruz deb yozayotgan bo'lsam, bo'ldi. Behruz yo'q endi. Bu boshqa Behruz. Mana shunaqa ma'noda siz to'lovlarni qo'shib borsangiz bo'ladi. Endi to'lovlarda demak qarzdorlarni ko'rdik, to'lovlarni ko'rdik. Kassa hisoboti bor. Siz kunlik kassani mana shu yerga topshirsangiz bo'ladi. Uni ham hozir tushuntiraman. Xarajatlar, agar markazda bo'layotgan xarajatlar bo'lsa, birinchi xarajatlarga siz kategoriya qo'shishingiz kerak. Mana to'lovlar tagida xarajatlar kategoriyasi bor. Misol uchun kimgadir avans berishingiz mumkin yoki suv olishingiz mumkin kunlarga yoki boshqa narsa. Kitob olishingiz mumkin, daftar, boshqa narsalarni kategoriya qilib, o'sha kategoriya bo'yicha xarajatlar yozsangiz bo'ladi. Filtrlash bor. Masalan, filtrlash bosilganda, misol mana to'lov qilganlar bor. 5-mayda mana bir marta to'lov qilingan. Siz aynan bir kun mana 5-may bo'yicha deb filtr qilishni bossangiz, mana o'sha bittani ko'rsatib beradi. Bu yoqda shu sanadan shu sanagacha filial bo'yicha, qo'shilgan vaqt bo'yicha ko'rsangiz bo'ladi yoki tanlangan sana bo'yicha. Mana bu tanlangan sana bu. Xo'p, guruh bo'yicha ko'rsangiz bo'ladi, o'qituvchi bo'yicha ko'rsangiz bo'ladi mana. To'lov turi, klik bo'yicha, naqd bo'yicha yoki qaysi xodim kiritgani bo'yicha ko'rsangiz bo'ladi. Tozalashni bitta bossangiz, mana bu yoqdagi barcha ma'lumot tozalanadi va ko'raverasiz. E'tibor bering, ko'rayotganda iloji boricha bittasini tanladingizmi, mana bu ikkalasini tanlamang. Bu ikkalasini tanladingizmi, buni tanlamang. Chunki hamma tanlayotganingiz bir-biriga bog'liq. Sababi masalan 5-sanada aynan mana shu filial bo'yicha deb ko'rishingiz mumkin-da. Shunga buni ko'rdingizmi, bu ikkalasiga va mana bu ikkalasiga teginmang. Mana shularni alohida ko'rishingiz kerak. Xo'p, to'lovlar bo'yicha yana ko'radigan bo'lsak, bu yoqda kassa hisoboti bor. Misol uchun, administrator bir kunda kassa topshiryapti. Aytaylik, ko'radi, masalan, to'lovlarda. Xo'p, 6-sana mana bugun 6-sanada bo'layotgan bo'lsak, bugun mana 200 ming hamda 850 ming, 1 million 50 ming to'lov bo'ldi. Ikkalasi ham klik bo'yicha. Endi administrator nima qiladi? Kechqurun kassa hisobotiga kiradi va yangi hisobot qo'shishni tanlaydi. Bu adminlarda o'ziga ko'rinayotgan narsa. Filial tanlaydi. Naqd summa, masalan, summa bo'lmadi, naqd summa, lekin klikda qancha bo'ldi? Masalan, 1 million 200 ming bo'ldi mana. Izoh bo'lsa qo'shadi, mana bugungi sana saqlash. Endi qarang mana, kiritilgan summa 1 million 200 ming kiritdi mana administrator. Lekin mana shu kuni 1 million 650 ming kiritilgan. Mana shu kuni, ya'ni 6-sanami shunda? 6-sanada. Sana bo'yicha ko'rayotgan bo'lsak, 1 million 50 ming so'm qo'shilgan. Bu narsani keling tushuntirib beraman sizga. Hozir umumiy tushuntiryapman hammasini. Yoki yana nimagadir tushunmay qolsangiz, mana shu videoni aynan qaysi daqiqasini ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha narsani to'g'rilab beraman. Xo'p. Mana bu yoqda ko'rayotgan bo'lsak, mana 6-sanada mana bitta, ikkita, uchta to'lov qo'shilgan mana 6-sanada. 850 ming, 600 ming, 200 ming. Xo'p, shunda 800 ming, 850 ming qo'shsak 1 million 650 ming bo'ladi va mana 1 million 650 ming qo'shilgan mana shu sanada. Endi 6-may sanasini tanlab qo'shilganlar mana bitta, ikkita. Ikkalasini summasini qo'shayotgan bo'lsak, 850 ming, 200 mingni qo'shsak, o'sha 1 million 50 ming bo'ladi mana. Lekin administrator 1 million 200 ming kiritaveryapti. Mana shu narsalarni ham hisobga olib, menejer, bu menejerga ko'rinadi, qabul qilish, rad etish.
A, qaraydi, rostdan ham hisobga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, qabul qilishni bosadi va qabul qilgandan keyin o'zgartirish, o'chirish imkoniyatlari yopiladi. Administrator faqatgina mana shularni ko'rib turishi mumkin. Mana bular faqat CEOlarga ko'rinadi. Mana shunaqa narsalar bor. Keyin administrator qaysi filialga biriktirilgan bo'lsa, o'sha filialdagi va o'zi kiritgan to'lovlarni ko'ra oladi. Boshqa narsalarni ko'ra olmaydi. Xo'p, menimcha barchasini tushuntirib o'tdim. Misol, xarajatlar kategoriyasida kimgadir avans bermoqchi bo'lsangiz, o'sha narsani kiritasiz. Aytaylik, mana markazni yozib qo'yaman. Bu xarajat kategoriyasi. Endi misol Islom Bahromovga avans. Xo'p, demak qo'shishni bossam, bizda mana ikkita kategoriya bor mana. Endi demak to'lovlarda xarajatlarga bosaman va qo'shish tanlayman. Xarajat sarlavhasi avans deb yozib qo'yaman. Xarajat turi, masalan, Islom Bahromovga avans deb yozib qo'ydim. Klik ko'rinishda kim oldi? Islom oldi. Qancha so'm oldi? Aytaylik, 650 ming oldi mana. Demak, saqlashni bosadigan bo'lsak, mana 650 ming avans olgani ko'rinadi. Xarajat turi bo'yicha ham siz filtr qilganingizda, masalan, kimdirlar 100 ming oladi, 200 ming, 300 ming olaveradi-ku, misol. O'sha bo'yicha masalan izlash bosganingizda aynan shuni ko'rsatadi. Markaz bo'yicha bossangiz, markaz bo'yicha ko'rsatib beradi mana. Umumiy xarajat 650 ming, lekin vaqt bo'yicha umumiy xarajat yo'q. Bu degani mana hozir biz qaysidir vaqtlar tanlab qildik-ku, misol. Bu vaqt tanlamasak, umumiy vaqtni oladida. Mana shu bo'yicha bizga ko'rsatib beradi. Menimcha barchasini tushunib oldingiz. Yana qanday savollar bo'lsa, bemalol yozaverasiz. Shunaqa ko'rinish.